Amir Temurning qarg'ishi, ya'ni Proklятие Amira Temura degan ko'p hujjatli filmlar bor. Chollar aytadiki, bolam deydi, shuni deydi, aytgin yopishsin qabrni. Bu deydi yaxshilik olib kelmaydi. Ya'ni bir yomon bo'ladi, urush, katta urush boshlanadi, qirg'in boshlanadi deb go'yoki ular o'sha kitobdagi bir nimani ko'rsatishadi, dalil. Keyin u yerda o'sha Sadriddin Ayni keladi. Endi Sadriddin Aynini bilasiz, o'sha sovetlarga xizmat qilgan, stalinizmga qattiq xizmat qilgan odamlardan biri Sadriddin Ayni. Sadriddin Ayni haligi chollarni so'kib ketadi. Senlar xurofotchisan, senda eskilik sarqitsanlar, yo'qol deydi, hali kitobing bilan hech qanaqa ahmoqsanlar deb. Endi Maliqayevning aytishi bo'yicha chollar xafa bo'ladi-da, boyaga ketib qoladi. Maliqayevning aytishi bo'yicha u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, o'sha topolmay qoladi haligi chollar. Keyin o'sha kuni endi mana 21-iyun kuni, o'sha urush boshlangan kuni, o'sha kechasi, ya'ni 22-iyunga o'tar kechasi urush boshlanishgan. Ertasi kuni bo'ldi, nima kelib maqtaligi Sadriddin Ayni aytayotganmish Maliqayevga, qani hech qanaqa urush boshlanmadi-ku, ahmoq, yolg'onchi haligilar, qayerdagi bir sassiq chollar shularga ishonasanmi deb, mana hech qanaqa urush bo'lmayapti-ku degandan keyin oradan biroz o'tib как раз haligi aynan o'sha Levitan degan nima bo'lgan-ku, mashhur o'sha sovet haligisi radio boshlovchisi. O'sha shuning metalik ovozi, ya'ni temir ovozi bor edi. Hitler juda haligi qilgan-ku, ushlab olsam shuni tilini kesaman degan. Shu urush boshlanganligini e'lon qiladi. Shunda Maliqayevning aytishi bo'yicha Sadriddin Aynining ranglari oqarib ketdi. Haqiqatda urush boshlandi. Lekin endi biz ilmiy yondashishimiz kerak-da. Biz endi cho'pchaklar bilan ilmni sal ajratish kerak-da. Endi rostdan ham 22-iyun kuni urush boshlangan. Ya'ni Sovet ittifoqiga urush boshlangan. Agar Amir Temur qabri ochilmaganda nima urush boshlanmasmidi? Nima deb o'ylaysiz? Barbarossa plani allaqachon tuzilgan-ku. Barbarossa plani tuzib bo'lingan-ku. Ya'ni bu urush baribir boshlanardi. Amir Temur qabri ochiladimi, ochilmaydimi? Undan tashqari urush boshlangan edi-ku. Nima, urush 41-yil 22-iyun kuni boshlandimi? Hech qanaqa unaqa emas-ku. Birinchi, ikkinchi jahon urushi qachon boshlangan? 1939. Shuni sal biroz o'ylab ko'raylik. Ikkinchi jahon urushini boshlanganiga 1-2 yil bo'lyapti-ku. Amir Temur qabri ochilmasdan 2 yil oldin urush boshlanib bo'lgan-ku. Nima, Germaniya 1941-yil urush boshladimi dunyoga qarshi? Yo'q. Polshaga bostirib kirdi, Yevropada urushlar ketyapti. Bundan tashqari Xitoyda katta urushlar ketyapti, Yaponiya bilan, boshqa davlatlar bilan.